Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men qisqagina video rolik olishga qaror qildim. Sababi gullaringizni holatini ko'rsating, hozirgi holatini deganlar uchun katta gullarimni ko'rsataman. Gullarim juda ham ko'p. Videomiz juda ham uzun bo'lib ketishi mumkin. Sanseveriya gullarim manaki. Sanseveriya gullarim juda ham ko'payib ketgan. Tuvagi to'lgani hisobiga ularni tuvaklaridan ajratib 2 bo'lib chiqqanman sanseveriya gullarimda. Mana bu sanseveriyamni ham 2 bo'lganman. Mana bunisini yarimi, bu yarimi. Bo'lganimdan so'ng mana tagida ikkitadan detka bergan. Sanseveriya gullarni endi tuvakka eksangiz, detka berishi juda ham tezlashadi. Mana men o'tkazganimdan so'ng mana 2ta detka berdi. Telefonim zaryadi o'lyapti. 2ta detka berib, mana ko'payish arafasida. Meni xursand qiladi. Bu bargidan ko'paytirgan sanseveriyam. Bu sanseveriyamni ham mana bu sanseveriya ikkalasini bo'lganman. Bu sanseveriyam mana yonidan detka berdi va mana yonidan yana detka beryapti. Bu sanseveriya silindr gulim, buni ham tagida to'la detkalari. Mana o'suvi yaxshi, juda tezlikda sanseveriya gullari ko'payar ekan. Bu sanseveriyam hozircha jim. Mana bu sanseveriyamga kelsak, mana bu tuvakka ekilgan edi. Ikkinchi qizim juda ham ko'p suv quyib yuborgan ekan, men ham qaramabman. Ancha sabab yuzasidan gullarimga qarovsiz qolib ketdi. Shuncha ancha vaqtdan beri ham shu sabab yuzasidan video rolik ola olmayotgan edim. Qizlarim qaragan va ko'p suv berib qo'ygan. Mana barcha tomirlari chirib, tomirlari yo'q bo'lib ketibdi. Mana bu yerdan detka berib boshlagan, lekin tomirlari yo'q. Mana shu nuqtalar detka hisoblanadi. Mana bu ham detka beryapti, lekin tomirlari yo'q. Mana bu detka bergan va mana bu yerdan mana yana detka chiqarib boshlagan, lekin tomirlari chirib ketgan. Endi bu sanseveriya gulimni endi fitosporin emda hozir tomirlar ivitib qo'yaman 1-2 soatga, keyin ugl tabletka sepib yaxshi quritishga qo'yaman va yengil unumdor to'proqqa ekib olaman buni. Bu Dieffenbachia gulim, bu o'tgan yil Gulchopamdan olgan edim. Sizlarga video rolik ham qilib ko'rsatganman. Tagida barcha bariklari qishda shiracha tushib to'kilib ketdi. Keyin yaxshi dorilab o'ziga qaragandan so'ng mana yangi bariklar chiqardi. Bo'ylari o'sib, juda ham zo'r holatga kelgan. Tagida detkalari ham ko'p. Mana yana tagidan detkalar chiqardi. Tanasidan ham berib boshladi. Bargi juda ham chiroyli, barxitli, xuddi. Bu kaktusimni ham mana uzun oq tuvakka ekib olganman. Bu barcha oq tuvaklarimni shu Gulchopamdan olgan edim, mana gullar bilan. Buni ham video rolik qilib ko'rsatgan edim. Bu Dratseniya gulimni ham mana uzun oq tuvakka ekib oldim. Bu gullarim o'tgan oldingi videolarimga qarasangiz, sariq satilda edi. Uzun o'yinchoq bolalarimning ligosini satiliga ekkan edim. Mana oq tuvaklarga olib oldim. Oq tuvakka olgandan so'ng yanada chiroyli bo'lib, mana go'zallashdi desam ham bo'ladi. Bu sanseveriya gulim bo'lgan edim. Buni yarmi helakay, bu yarmi. Bu Dratseniya gulim, buni ham o'tgan yil Gulchopamdan olgan edim. Bo'ylari o'sib, mana yangidan yangi barg chiqaryapti. Bu sanseveriya gullarimni ko'paytirganman. Bular o'tib ketgan, tomirlari bor, lekin endi detka chiqaradi. Bu sanseveriya aturgulli sortli sanseveriya gulimni barglarini ko'paytirishga qo'yganman. Mana detkalar bergan, lekin o'zi qurib ketgan. Mana bu o'zi qurisa ham mana ikkitadan detka beribdi. 2ta detkasi bor. Bu ham mana bitta detka bergan. Bunda lekin yo'q. Bunda detkasi yo'q. Mana bu agorodga ekiladigan gul. Buni ko'pchilik bilsa kerak. U uzun karnayga o'xshab sariq gullaydigan gul. Shuni yaxshi ko'rib oldim. Men agorodim yo'qligi uchun mana tuvakka ekkanman. Video roligimda ko'p gullarni ko'rsatganman. Bu yashil satilda edi. Shuning uchun buni malla tuvakka ekib, mana bugun reka suyab qo'ydim. Endi rekaga bog'lab olaman. Mana bu ham hamma joydan yangi bariklar chiqarib, mana
tanalaridan yangi barglar chiqarib meni xursand qilyapti manaki. Endi mana bu rikaga yaxshilab bog'lab olaman endi. Bu sterlitsa gulim, dratsina gulimni kichkina o'g'lim yiqitib sudrab ketgan edi. Shuning uchun stressga tushib, barcha barglarni tashlab yubordi. Dorilab, yaxshilab oziqa berganimdan so'ng mana yangi barg chiqaryapti. Bu monstera gulim, bu shiflera gulim. Shiflera gulim ham tanasidan barcha barglarni to'kib yubordi. Shuning uchun bularni dorilab, issiq suvda yuvganimdan so'ng manaki yangi barglar chiqaryapti. Shira tushdi gulimga. Mana buni bosh qismini kichkina o'g'lim yulib ketgan Muhammad Aminim. Shuning uchun mana yashashga harakat qilib tanasidan detka chiqarib boshlab. Mana bu yog'idan ham detka chiqaryapti. Mana yangi barglar. Mana bularni ham yulib ketgan kichkina Muhammad Aminim juda ham sho'x bo'lgan, o'ta sho'x bo'lgan, gullarimni hech qo'ymaydi. Yulib ketadi barglarni. Bu ham mana yangi barglar, yangi detkachalar chiqaryapti. Mana tanasidan mana yangi barg chiqaryapti. Xiralashida ko'rish qiyin bo'lyapti. Mana yangi tanalaridan yangi barglar uyg'onib meni xursand qilyapti gullarim. Sterlitsa gulimni bog'lab tashladim, chunki juda ham yoyilib ketdi. Buni ham mana o'suv nuqtalari juda ham ko'p o'sib, zo'r o'syapti. Dratsina gullarim, kaktuslarim, sanseveriya gullarim, bugunvilya gullarim qishda hamma barglarni to'kib yubordi. Mana endi yangi barglar chiqarib ochiq yashil holatda turibdi. Monstera, bu kaktusimni ham rikaga bog'lab qo'ydim. Bu ham sterlitsa gulim ham. Sterlitsa gulimni bolalar g'ajib deyapti desam, hech gullarimni tinch qo'yishmaydi. Mana shiflera gulim ham yangi barglar chiqaryapti. Bularga barglarimni hammasi chang ahvolga o'xshaydi, lekin bu chang emas barglarim. Hamma gullarim oq bo'lib turgan sababi bugun yantarnik kislotada sprey qilib olgan edim. Hozir yaxshi dorilar singandan so'ng yuvib chiqaman, barglarni tozalab. Mana bunda ham o'suv nuqtalari bor. Mana bunda ham o'suv nuqtalari bor. Tanasi barg to'kkan joylaridan mana hammasidan mana detkalar beryapti. Mana issiq suvda yuvib yaxshi oziqa berdim shifleramga. Mana barglar to'kilib o'ylaman degan holatga kelib qoluvdi. Ba'zi sabablar bilan qarashga vaqtim bo'lmay qoldi gullarimga. Mana oziqa berganimdan so'ng mana barcha tanasida mana detkalar chiqarib boshladi. Shuning uchun har 2-3 kunda yantarnik kislotada sprey qilyapman. Shuning uchun gullarimni hammasi bargi oq bo'lib turibdi. Yantarnik kislotada sprey qilmasam bo'lmaydi. Stressdan chiqarib olmasam. Mana stressdan chiqdi gullarim, o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Shuning uchun yangi barglar, yangi o'suvlar, mana orqasida ham shoxlar. Gullarga yaxshi oziqa berib, yaxshi qarasa, shiracha tushgani uchun bular shunday bo'lib ketdi. Shira tushsa barcha tanasida barglar to'kilib ketadi. Shuni hisobiga issiq suv qilib, bularni cho'miltirib yaxshi oziqa berdim. Shuni hisobiga mana shiflera gulim qaytadan tirilib o'ziga kelyapti. Bo'lmasa mana bo'yi 1 metrdan ham uzun bo'lib ketgan, lekin tanasida barcha barglarni to'kdi. Juda ham xafa bo'ldim undan. Shuning uchun oziqa berganim uchun mana barcha tanasidan yangi shoxlar chiqarib, endi o'sib shoxlar katta bo'lsa peshni bo'lib to'lib qoladi gulim. Mana hammasida yangi o'suvlar. Bu Diefenbachia gulim juda ham ko'payib ketgan, mana detkalar chiqargan, tagida barglari sarg'ayib ketyapti. Barglarni to'kib tashlayapman. Gullarim ko'p barglari sarg'aygani hisobiga bozordan kalsiy olib keldim. Buni kichkina Muhammad Aminim o'tsa qaytsa barglarni yulib ketadi. Shuni hisobiga barglar shunday yotibdi. Juda ham timmas sho'x bo'lgan, mana yangi barg chiqaryapti. Bunisidan namila yangi barg chiqaryapti. O'suvlari yaxshi. Bozordan mana kalsiy olib keldim. Hozir
gullarimga kalsiy tayyorlab beraman. Bu gullar uchun oziqa hisoblanadi, sarg'aygan barglar uchun. Gullaringiz agar bargi sarg'ayib to'kilayotgan bo'lsa, mana shu kalsiyni berishlaringizni tavsiya qilaman. Bu bitta pachkani ichida 10 gram bo'lar ekan, 5 litr suvga tayyorlayman. Men katta 500 litrli bochkam bor, ana shuni yomg'ir suvidan to'ldirib olganman. Hamma gullarimga yomg'ir suvidan sprey qilib chiqyapman. Shuning uchun barglari chang, yantanik kislota qo'shib, yomg'ir suviga yantanik kislota qo'shib hammasiga sprey qilib chiqyapman gullarimga va tagiga ham qo'yish uchun olyapman. Manaki. Endi bugun bu kalsiyni tayyorlab gullarimga beraman. Video roligim qisqa bo'ladi dedim, juda ham ko'p vaqt bo'lib ketdi. Qolgan gullarimni ham bu yana naryoqda juda ham ko'p gullarim bor, uni boshqa video rolik qilib ko'rsataman. Hozircha tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Barchangizning hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oyini ham kecha tugatib oldik. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lishini tilab qolaman. Yana nima desam ekan? Xayr, sog' salomat bo'lingizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lingizlar, videolarimizga like bosingizlar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.